Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixor Abdurshid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Tanılgan tarixchi Dr. Nabijon Tursun Efendining muhacirat Uyg'urlar uchun ochgan Uyg'ur tarixi darsxonasi qizg'in olqishga erishmoqda. Uyg'ur tarixi tadqiqotchisi, xalqimizning faxrlik tarixchisi, 13 tomliq Uyg'ur umumiy tarixining yozuvchisi Nabijon Tursun Efendi muhaciratdagi xalqimizning o'z tarixini tushunish va o'rganishni ilgari surish, xalqimizni o'zining tarixi bilan tarbiyalash maqsadida ochgan Uyg'ur tarixi darsxonasi dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarning qizg'in qo'llashiga erishib, navbatda bu Uyg'ur tarixi va Sharq Turkiston tarixini akademik o'lchamda sistemli o'rganishning fursati bo'lib, tor orqali haftada bir ilib berilayotgan bu darsga dunyoning har qaysi joylaridan 100 dan ortiq Uyg'ur tarixiga qiziquvchilar, tadqiqotchilar va doktorlarning qatnashishi bilan davomlashmoqda. Doktor Nabijon Tursunning bildirishicha, mazkur darsxonaning hozirga qadar Amerika, Kanada, Yevropa, Avstraliya va Yaponiya, Shvetsariya qatorliq davlatlardan 100 dan ortiq kishi qatnashayotgan bo'lib, har bir darsga qatnashuvchi oila a'zolari bilan birlikda qatnashmoqda va qatnashuvchilar soni kundan kunga ko'paymoqda ekan. Doktor Nabijon Tursun bu haqda navbatda Uyg'ur tarixining Xitoy tarafidan o'chirilish, o'zgartirish va yo'qotilish xavfiga duch kelayotganligini, shunga tarixni odil va ilmiy shariylashning jiddiy zaruriyat ekanligini, muhacirat tili emas, balki vatan ichidagi Uyg'urlar orasida mayli ziyoli yoki siyosatchi bo'lsin, umumyuzlik tarixdan savodsizlikning mavjudligini ta'kidlab, tarix taraqqiyotning ayniki, kelgusiga yo'l ko'rsatguchidir. Tarixini bilmagan, o'rganmagan va o'rganishdan mahrum qoldirilgan millat o'z kelgusini to'g'ri ko'ra olmaydi. Xulosa shuki, bir millat o'zining tarixini bilmaganda, o millatning kelgusi yo'q bo'ladi. Maxsus sistemalik Uyg'ur tarixi darsi burun hech qanday yerda bo'lgan emas va hozirmi yo'q. Bu tanilgan bir Uyg'ur tarixshunos tarafidan tunji qitim sistemlik dars ta'sis qilinishidir. Bir yillik planlangan bu darslarda Uyg'urlarning qadimdan hozirgacha bo'lgan barliq davrlari 13 tomliq Uyg'ur umumiy tarixi asosida akademik o'lchamda so'zlanadi deganlarni bildirdi. Navbatda bu leksiyalar faqat Sharq Turkiston tarixi bilan cheklanib qolmay, Yevrosiya Uyg'ur tarixi nomida keng doiralik Markaziy Osiyo va Turkiya xalqlarining tarixiy munosabatlarini tafsiliy tushundirilayotgan bo'lib, leksiyaga qatnashuvchilar Dr. Nabijon Tursunning leksiyalaridan olgan ta'sirotlarni nihoyat yuqori baholamoqda. Amerikadan bu leksiya qatnashayotgan tonilgan jamoat arbobi Samet Avut Efendi o'zining ta'sirotini bayon qilib, mundaq deydi: Men vatanlik chog'larimda o'z tariximizga bek qiziqatdim. Lekin tarix darslari Xitoy hukumati tomonidan tuzilganligi sababli o'zimizning tarix to'g'riliq bilgimiz bek ojiz edi. Gerçi 80-yillarning o'tirlarida dağlıq shoirimiz, yozuvchilarimiz tomonidan bir qism, ya'ni tarixiy romanlar, tarixga doir bir qism kitoblar, povestlar yozilgan bo'lsa-mu, ularning olgan bilimlarimiz yanada to'liq bo'lmagan. Endi bizningki haqiqiy tariximizni, ya'ni ikki jumhuriyatning qurilganligi to'g'risida uchur olmaydi bundan. Bir qism inqiloblarni ko'rgandik, masalan, Ushlayt inqilobi deb anglaydik. Lekin unda bir jumhuriyatlarning qurilganligini bilmaydik. 1998-yili men Germaniyaga o'qishga chiqib, uzun o'tmay Abdul Qarqashev bilan tanishdim. Menga Muhammad Emin Bug'ra ustozningki, ya'ni peshqadam rahbarimizning yozgan Sharq Turkiston tarixi degan kitobini sovg'a qildi. Men onu bir o'qib chiqqandan keyin shunda hayajonlanib ketdim. Asli biz mundaq millatkanmiz, tariximiz asli mundaq ekan, biz jumhuriyat hukumatlarini qurgan bir millatkanmiz deb, yana cho'nqurroq tarix to'liq yozilgan bo'lsa deb arzu qilatdim. Doktor Nabijon Tursun 30 yıl tirishib oxiri Uyg'urlarning umumiy tarixi degan bir 13 tomlik kitobni yozib chiqdi. Oldi keyin bityapti, bir qismlari bitilib chiqib bo'ldi. Shu chiqqandan keyin nihoyat xushal bo'ldim. Endi bu bizning haqiqiy bir hech qanday Xitoyning besimiga uchirmagan holatda yozilgan bir tarixiy kitob deb Nabijon Tursunningki yozgan Uyg'urlarning umumiy tarixi degan kitobi nihoyat paketlarga tayinib turib yozib chiqilgan bu tarix o'g'ashqa. Buningki ahamiyati intayin zo'r. Bu haqiqiy bizga uzun mezgil saqlanib qolgan
bo'lgan bir tarix bo'ldi. Shunga endi cho'nglarni aytadi, tarix o'z tarixini bilmagan millatning kelgusi bo'lmaydi deb. Shunga ham yoshlarimizga men shuni taklif qilaman. İmkon bo'lsa, hozir Nabijon Tursun apandim yaxshi bir dars o'tyotdi. Bizning qadimiy tariximizni tatib hozir qadar bir boshdan kelyotdi. Shu tarixni so'zlab, ham intayin jonli so'zlayotdi, paketlar bilan so'zlayotdi. Shu yoshlarimizga men shuni tavsiya qilaman. Shu Nabijon Tursunninki shu Uyg'urlarning tarixiga doir so'zlayotgan leksiyasini anglab chiqishni bo'lsa, shunga ko'ngil bo'lishni umid qilaman. Nabijon Tursun apandimning Uyg'ur tarixi leksiyalariga Shveysariya Uyg'ur jamiyatining a'zolari qatnashayotgan bo'lib, Shveysariyadan ziyoratimizni qabul qilgan Dünya Uyg'ur Qurultiyi Sayya komitetining mudiri Andili Qaraxonli apandi bir millat o'zining tarixini bilmasa, u millat yo'qolishga mahkumdir deganini bildirib, bu vaqtdagi ta'sirotini o'rtoqlashdi. Köplagan qarindoshlarning arzu istaklari bo'yicha 3 oydan beri Torda Uyg'ur umum tarixiga oid dars so'zlayotdi. Ve bu dersini anlaş, öz tariximizni o'rganishning bizga ahamiyatini ayt yuqori. Hammamiz bilganimizdek vatanimiz Sharq Turkiston ishg'ol ostida va Xitoy azaldan beri Uyg'ur tarixini xunuklashtirish, yo'q qilishga tirishib kelayotgan, urinib kelayotgan bir millat veya bir hukumat. Nabijon tayyorlagan bu materiallar bo'lsa, bu tarix bo'lsa, Xitoyning bu safsatasiga qarshi turgan, taqobil turgan eng cho'ng qurol deb hisoblanadi. Çünkü Nabijon naiti tarihi Çinlik boyunca hissiyatga berilmay real tariximizni toplab, yezib ve materiallardan paylanib yezib chiqdi. Bilgunimizdek bizning tariximiz asosan Xitoycha, Ruscha, Inglizcha, Farscha ve Türkçe materiallardan tepiladi ve bu tillarni Nabijon mukammal bilgachga o'zi bu materiallardan yaxshi paylanib, haqiqatan yaxshi bir eser, yaxshi bir tarixiy bilimlarni o'tirib qo'ydi. Endi bu tariximizni o'rganish bizning majburiyatimiz. Bo'libmi muhojiratda o'z vatanimizdan, ana tuprog'imizdan uzoq diyorlarda yashayotgan Uyg'urlarning o'zimizning tarixini, o'zimizning bilim insonlardan, bilgi insonlarimizdan qo'lidan chiqqan asarlardan o'rganish majburiyatimiz bor. Bu leksiyaga, bu darsimizga nazar solgan bo'lsak, dastlabki vaqtda 20-30 qatnashuvchilar bor, hozir 100 kishidan oshib ketdi va oila bo'yicha anglayotganlar bor. Va bu leksiyaning davom qilishini, bundan keyin taxim ko'plagan qarindoshlarning bundan foydalanishini orzu qilamiz, umid qilamiz. Xalqaro kommunizm qurbonlari xotir saroyining nopuzli tadqiqotchisi Adrian Tens 15 aprel Tashqi munosabat jurnalida maxsus maqola e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni bostirishi oxirlashmadi, balki shakl o'zgartdi deganlarni o'ttirib qo'ygan. Doktor Adrian Tens bu maqolasida o'ttirib qo'yishicha, 2023-yilning 5-ida, ya'ni 2017-yildan 2019-yilgacha davomlashgan keng ko'lamli lagerlarga qamash to'lqini pasaygan bir qancha yildan keyin Xitoy Sharq Turkistonning Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan rayonlardagi yerlik doiralarga vahimalik bir buyruq tushirgan. Bu buyruq 2017-yili boshlangan keng ko'lamli tutqun qilish harakatiga o'xshash Uyg'ur aholilarini tutib turishda normani to'ldirish talab qilingan bo'lib, Xitoy hukumatining asos qatlam kadrlari bu nishonga yetish uchun aholilarning o'tgan 10 yillik turmushini inchiklik bilan tekshirib, hukumatning buyruqlariga xiloflik qilgan yoki davlatning boshqarishiga to'liq bo'ysunmagan va gumonliq deb qaralganlar, haftalik bayroq chiqarish murosimiga qatnashmaganlar, kollektiv emgak, ya'ni hashar yoki Xitoyning 5-chi emgak kuchini yo'tkashga qarshi turganlar, hatto uyida ig'irlik ko'tarish saymoniga o'xshash badan chiniqtirish asboblarini saqlaganlar darhol tutqun qilinishga boshlagan. Adrian Tensning bu maqolasida yana tutqunlarni qo'rqinch paydo qilish uchun maqsadli loyihalangan intayin jafoliq sharoitlarda 15 kungacha tutib turilgan bo'lib, buning aniq nishoni qo'rqitish vositalari orqali xalqni to'liq bo'ysundirish deganlarini ta'kidlab, xalqaro jamiyat uzun yillardan buyon Beijingning rayondagi maxfiyatlik temining orqasini ko'rishga amalsiz qoldi. Keng ko'lamli lagerlarga qamash harakatini oshkorlagan jurnalistik tekshirishlari va tadqiqotlardan keyin rayondan to'g'ri uchurga erishish intayin qiyinlashdi. Ziyonkashlik uchirg'ichilari sirtqa chiqolmaydi. Mustaqil xabar qilish to'sqinlik uchraydi. Ammo Beijing bo'lsa, Uyg'urlarning odatdagidek baxtli turmush kechirayotganligidek bir soxta manzarni pardozlab ko'rsatib keldi deganlarni o'ttirib qo'ygan.
Doktor Adrian Sens bu maqolasida yaqinda chiqqan Xitoy soqchi Zhang Yaboning guvohligini misol ilib, Xitoyning lagerlardagi Uyg'urlardan boshqa yana 2023 yilgacha bo'lgan oraliqda 1,5 milliondan ortiq kishining turma jazosiga hukm qilinganligini, Zhangning guvohligiga asoslanganda amaliy qamash sonining hatto rayon rahbarligining ishki mo'lcharidanmi eshib ketgan bo'lishi mumkinligini ta'kidlagan bo'lib, guvohchi Zhangmo o'zining turgan kentdagi quramiga yetgan nüfusning taxminan 25%ning atalmish qayta tarbiyalash lagerlariga qamalganligini va buning rasmiy turmalarga yetkazganlar kirmaydiganligini, Xitoy hukumati bu harakatni sirtqi dunyodan yoshirish uchun 2020 yilining beshida barliq yerlik bexatarlik kuchlarga atalmish qayta tarbiyalash lagerlariga munosabatlik har bir hujjatni yo'qotish haqida qattiq buyruq tushirganligini bildirgan. Adrian Sens Zhangning 2023 yilining oxirida soqchi sepidan ayrilganda, o'tirayotgan rayondagi an'anaviy urf-odat va diniy e'tiqod amaliyoti butunlay yo'qotilib, Qur'on o'qish, uyda namoz o'qish va ro'za tutish qattiq cheklanganligini, hukumat Uyg'ur amaldorlarini sodiqlik siniq sifatida cho'shq go'sht yeyishga majburlaydiganligini, ko'pincha masjidlarning vayron qilinganligini, u boshqarayotgan rayonda qolgan oxirgi bir masjidning yez aholilarining kirishini to'sish uchun 24 soat nazorat qilinganligini, kishilarni bo'ysundirish uchun keng ko'lamlik ma'muriy parakanchilik va ochiq tahdidlarni ishlatib, qarshilashganlarni majburiy Xitoy tili o'rganish, kollektiv emgak va kadrlar uylariga to'xtamay ziyorat qilish bilan jazolanib, bo'ysundirish uchun maqsadli holda qiyinchilik va psixologiyalik azobga duchor qilinganligini, Uyg'urlarning emgak kuchlarining bundoq tajovuzchilik bilan elib ketilishi yez jamiyatlarini sistemli holda odamsiz qoldirmoqda degan guvohlikni misol ilib, Uyg'ur yez nüfusining tez suratda aziyib, asosan yashanganlar, kasallar va kichik bolalarla qolganligini o'ttirib qo'ygan. Adrian Sens o'zining ko'z qarashini xulosalab, xalqaro jamiyat oshkor vahshiyliklar ma'muriy normallik aylanib ketgan bir rayonni nazorat qilishga tirishayotgan bir paytda, Zhangga o'xshash ishki ma'lumot beruvchilarning guvohligi atalmish Xinjiangni boshqarish yumshidi degan qarashni o'rib tashladi. Rayondagi bostirish keng ko'lamlik lagerlar bilan oxirlashmadi. U faqat markazdagi siyosiy vahimaning normallashgan logikasini aks ettirish uchun shakl o'zgartdi. Xitoyning mangulik bexatarligi bo'lgan mumkin bo'lmaydigan intilishidan kelgan jamiyatni to'liq kontrol qilish talabi keng ko'lamlik vahshiyliklar yuz beradigan sharoitni yaratib bermoqda deganlarni o'ttirib qo'ygan. Xalqaro siyosatlarning ta'siri, ya'ni Impact nomli tashkilot Sharq Turkistondagi Xitoyning bostirish siyosati va Uyg'urlarning azob oqibatining davomlashayotganligini, ammo nurg'un yillardan buyon o'tirg'i chiqqan dalil isbotlar va rasmiy andishlarga qaramay, Xitoyni dunyoviy javobgarlik tortishning to'xtab qolganligini, bu masala kishilik huquq, bostirish, majburiy emgak, nazorat qilish, oilani ayirib etish va xalqaro besimning unumli amaliy natijani qo'lga keltirolmaganligini ayblab maxsus maqola e'lon qilgan. Maqolada Xitoyning uzun muddatli kontrol qilish harakatini tilga olib, Uyg'urlarga qartilgan bostirish necha yillardan buyon davomlashib keldi va bu vaqtlik bexatarlik bostirishi emas, balki sistemlik bir harakat. Dokladlarda keng ko'lamda xohlagancha tutib turish, adolatsiz qamoq jazosi, tajovuzchilik bilan nazorat qilish va majburiy emgak bu sistemning markaziy elementlari ekanligi ko'rsatildi. Bu ko'lam yanada nihoyat cho'ng bo'lib, yuz minglagan ta'sirga uchirg'uvchilarga oid xabarlar bor. Ilgirki mo'lcharlarga qaraganda, bu faoliyatning eng yuqori pallasida tutib turilganlarning soni 1 milliondan oshgan. Oilalar majburiy ayirib etildi. Kishilar uzun muddatli qamoq jazosiga hukm qilindi. Yana ba'zilari bu tutib turish sistemlarida g'oyib bo'ldi. Bu insoniyatning qurboni, keng ko'lamlik siyosiy krizisni qo'rqinch, jimjitlik va aniqsizlikning realligiga aylantirdi degan o'ttirib qo'ygan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşunu unutmayın. Xeyir xoş.